Sangardakda yo'qolgan 2 yoshli bolaning otasi farzandini o'g'irlab ketishganidan shubha qilmoqda. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Shoshilinch bir xabar bilan sizlarga murojaat qilmoqchiman. Bilasizlar, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida joylashgan Sangardak dam olish maskanida yo'qolgan 2 yoshli bola 10 kundan beri topilmayapti. Xabaringiz bo'lsa kerak albatta, chunki bu bola haqida qidiruv e'lon qilinib, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'plab murojaatlar bo'lmoqda. Uni otasi farzandi o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Tuman ichki ishlar bo'limi esa kechiktirib bo'lmas tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilayotganini bildirgan. Yo'qolgan bolaning otasi Sardor Iskandarovning aytishicha, uning oilasi 26 aprel kuni Termiz shahridan hordiq chiqarish uchun Sangardak dam olish maskaniga borgan. Bolaning onasi farzandiga kerakli bo'lgan buyumni olish uchun bir necha daqiqaga mashinaga ketgan vaqtda 2 yoshli Zubayr dam olish joyi yaqinidagi qum uyumi ustida o'ynab o'tirgan bo'lgan. Biroq ona qaytib kelganida bola g'oyib bo'lgan. Otaning ta'kidlashicha, dastlabki daqiqalardagi stress va vahima oqibatida ona farzandi yaqin atrofdagi anhorga tushib ketgan bo'lishi mumkinligini aytgan va shu sababli asosiy qidiruv ishlari g'avvoslar yordamida suvdan izlashga qaratilgan. Biroq Sardor Iskandarov ushbu taxmindan shubhalanmoqda. Uning ta'kidlashicha, o'tgan 10 kun davomida daryodan hech qanday iz topilmagan. Daryoga qaratilgan kuzatuv kameralari ham sinchiklab ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, qidiruv davomida bolaning so'rg'ichi daryo qirg'og'idan emas, balki voqea joyidan nariroqdagi daraxt tagidan topilgan. Mana shu ma'lumot meni e'tiborimni tortdi, chunki bu bolani yo'qolib qolganligi haqidagi video murojaatni ko'rgandim. O'sha video murojaatda ona bolani so'rg'ichini olish uchun 2 minutga mashinani yoniga borgan deb aytilgan. Bu yerda esa bolani so'rg'ichi daraxtdan nariroqda topilgan deyilyapti. Balki ona mashinadan bolani so'rg'ichini olib kelib, bolasini yo'qligini bilib qidirib yurgan vaqtda daraxtni oldida tushirgan bo'lishi mumkinmi? Mana shu detalga ichki ishlar xodimlari, qidiruv bilan shug'ullanayotgan, qidiruvga jalb qilingan ichki ishlar xodimlari e'tibor qaratsa yaxshi bo'lardi. Balki bizga noto'g'ri ma'lumot berildi. Lekin so'rg'ich mashinada qolib ketganligi sababli onasi mashinani oldiga borganda bola yolg'iz qolgan degan ma'lumot berildi. Men aynan o'sha video murojaatda mana shu ma'lumotlarni eshitdim. Ota qidiruvga jalb qilingan xizmat itlari ma'lum bir yo'nalish bo'ylab hid olgani, biroq o'sha vaqtda bu yo'nalish yetarlicha tekshirilmaganini aytmoqda. Iskandarovning iddao qilishicha, hududdagi sotuvchi ayollardan biri o'sha kuni shubhali shaxs 2 yoshli bolaga mos keladigan gigiyenik tagliklar sotib olganini aytgan. Shu bilan birga ijtimoiy tarmoqlarda bola yo'qolganini aytib qo'yilgan xabarlar ostida yangi ochilgan profillardan bola tirik, menda mazmunidagi izohlar yozilgan. Sardor Iskandarov 10 kundan buyon ichki ishlar bo'limi xodimlari asosiy e'tiborni faqat suvga qaratayotganlaridan xavotirda ekanini bildirib, farzandini topishda va qidiruv yo'nalishini o'zgartirishda amaliy yordam so'ramoqda. Zubayr Salimovning yo'qolganligi yuzasidan Sariosiyo tumani ichki ishlar bo'limi shunday ma'lumot bergan. Zubayr Salimov suv qurg'og'iga yaqin joyda qarovsiz qolgani va uning daryoga tushib ketish xavfi yuqori bo'lgani sababli ichki ishlar bo'limi va favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan daryoni quyi oqimi bo'ylab keng qamrovli qidiruv hamda aholi o'rtasidagi surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, 2026-yil 1-may kuni bolani topish bo'yicha rasmiy qidiruv yig'ma jildi ochilgan, ya'ni delo ochilgan. Hozirda voyaga yetmagan bolaning jinoyat qurboni bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlar ham istisno qilinmagan holda kechiktirib bo'lmaydigan tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilmoqda, deyiladi idora izohida. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar juda yaxshi bilasizlar, men hech qachon kanalga joylayotgan videolarimda
kuzatuvchilardan. Kanalimizga obuna bo'ling. Ushbu video kengroq tarqalishi uchun like bosing. Shunga o'xshash chaqiruvlar bilan chiqmaganman, biroq bu yerda masala yoshgina bolani hayoti bo'lganligi sababli sizlardan iltimos qilgan bo'lardim. Bolani rasmiga diqqat e'tibor bilan qaranglar. Iltimos, mana shu bola haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lganlar eng yaqin ichki ishlar bo'limiga murojaat qilinglar. Eng kamida 102 qisqa raqamlariga murojaat qilinglar. Duoda bo'laylik. Bolani dog'i juda ham og'ir sinov. Kichkintoy topilsin, ota-onasini bag'riga sog' salomat qaytsin.